mujohid sohiblar, o'zbek mujohid sohiblar albatta. O'zbek mujohid sohiblar Hanafi sohib, Maxtum Olim sohib, Salohiddin Ayyubiy sohib, boshqa Mavloviy sohiblar Taxor, Badaxshon, Javzijon to shu askarlardan olib to bolajonlariga hammalaringga aykanim bor. Muborizalaring, jihodlaring, tillaring uchun edimi? Shuncha vaqt muboriza qilib keldilaring, oxiram keldi hazbi yo tillaringni ko'tarib itiraman deb keldilaring. Vijdon degan narsa sizlarga bormi? Yo aql degan narsa sizlarga bormi? Momalarimizni o'ziga, opalarimizni o'ziga, yosh onalaringizni o'ziga qay raqam qaraysizlarki? Bir maydavachchiki o'yiga tavallud biladi bir o'g'il yo qizgina. Avvalin sadosi ona tilga so'zlashadi, ona tilga his qiladi bu quloqqa. Buni yitirib belibdimi? Qay raqam yitirasizlar? Buni Xudo paydo qilgan bu tilni. Bizlarga Xudo bergan bu tilni gapirishdi. Xudoni berganini hech kim yitira olmaydi. Hazorta mulla haybu kesin yitira olmaydi. Bari faqat payomim sizlarga shuki, sizlar ham turmaysizlar, ketasizlar. Bugun yo erta bir yildan nari, yo 20 yildan nari, 50 yildan nari bilsin. Ketasizlar. Tag'ir eysizlar. Voy baholi on ro'ziki kesin sizlarni muloy masjid olmasin, xatmga aymasin mardum. Dinde va'g'irlaylan kasi dindi keyindan bormasin. 21-qarnga yo 22-qarnga minglar qonlar mana shu qizil ro'molda qon to'kilgan. Shoyad 2 million, shoyad 3 million o'zbek, turk bu yo'lga qon to'kilgan, shahid berilgan bu tilga hifz qilibdi. Bu til yetmaydi. Navoiy yetdimi? Bobur yetdimi? Amir Temur yetdimi? Govharsho begum opamiz yetdimi? Tarix yetmaydi, tarixda hech kim yetira olmaydi. Bir lovay donishkoni yo pantunni ko'taribsizlar. O sizlarni beizzatliklaring, o sizlarni behimmatliklaring, o'zbek mulla sohiblar. Har kimiki Tolib safiga xizmat qiladi, Tolib safiga non yeydi Mavloviy sohiblar sizlarga aytaman. Xorijga Tolib safiga xizmat qilasizlar, Afg'onistonga Tolib safiga xizmat qilasizlar. Xiyonat tillaringga qilmanglar. Bizlar bu til bilan dunyoga kelibmiz, shu til bilan tug'ilishimiz. Onani bergan sutiga qay raqam xiyonat qilasizlar? Kasiki tilni qadrini bilmasa, onani ham qadrini bilmaydi. Qayerdan onani qadrini bilasizlar? Men ko'p bere gapirmayman. Oxirin gapim shu edi. Kalalaring ochilsin, vijdon degan narsa uyg'onsin, bedor bo'lingizlar. Bundan to'yina tilga xiyonat qilmangizlar. Onalaringga xiyonat qilmangizlar, momalarimizga xiyonat qilmangizlar. Javonlarni mafkura va andishasiga xiyonat qilmangizlar. Ilm yetmaydi, tarix yetmaydi.